Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari, hurmatli obunachilarim, hurmatli akalar, ukalar. Bugun xudo xolasa Sergeli mashina bozoriga keldik. Sizlarga chiroyli mashinalarni, arzon Gazelni, Isuzu'larni narxlarini qo'yib tanishtirib o'tib ketaman. Xudo xolasa yana bitta yangiligimiz bor. Tez kunlarda, tez orada xudo xolasa 12 ta viloyatda mashina bozori bor joylarga hammasiga borib, sizlarni aniq bir sotiladigan mashinalar bilan, narx-navolar bilan bir tanishtirib o'taman. Xudo xolasa tez kunlarda bu niyatlar bor. Tez kunlarda xudo xolasa bu narsani boshlaymiz. Meni kuzatib boradigan, meni qo'llab-quvvatlab turadigan, qo'llab-quvvatlab turadigan obunachilarim, sizlarga kattadan katta rahmat. Like tugmasini bosib, podpiska tugmasini bosib qo'yinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlarga bundan-da zo'r videolar qo'yishga harakat qilaman xudo xolasa. Bunaqada videolarimizni boshladik. Kuzatib boringlar, tomosha qilinglar. Mana bugungi holatga ko'ra Gazel mashinalarimiz mana chiqqan har xilidan, mana Gazel mashinalari mana hozir sizlarga narx-navolari bo'yicha polni tek kerak anaqa tanishtirib o'tib ketamiz. Aka, buni yili necha akajon sal pastroq turing. Yili 95-yil. Prosta YouTube'ga yozilib ketmasin debman-da aka. Sal pastroq turing aka. Gazel mashina 95-yil. Mashina zo'r holatda. Mana bunaqa faralar qo'yilgan. Hozir egalaridan bir to'liq ma'lumotdan olamiz. Balon holatlari mana. Balonlari biskamermi aka bular? Hamma balon biskamer. Tepasida mana koronalari bor, chetlari bilan qo'yilgan. Probegi qancha aka buni? Aylangan yoki aylangan, ha, ozgina yurilgan mashina, lekin o'ta zo'r holatda. Orqasi mana tintovka. Uzunligi necha aka buni? 420. Uzunligi 20 210. 420 uzunligi, eniga 210, balandligi 210, ha. Yoni ochiladi. Yonlari ochiladi. Gazlari nechta aka bunda? 350 talik. 350 talik gazlar bor, benzin baklari ham bor. Bitta vitraviklari ham bor ekan. Anaqa Nex zadniy yutlar qo'yilgan. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, Gazel mashinasi mana. Rada resorlar dabavit qilingan. Mashina mana zo'r holatda. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, egalarining nomerlarini qoldiraman. Orqasi ochilmadi. Moslarning ovozi yo'q deyishdi. Mana Gazelda zo'ridan. Aka, motor hadoylar zo'r, ha? Bunda qanaqa motor turadi? 10 motor. 24 10 motor, ha? Gidravlikalari bor. Gidravlikalari bor, ha? 24 10 motor, gidravlikalari bor ekan. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, Gazel mashinasi mana. Pulini qancha deyapsiz aka buni? 6000 silib beraman, o'g'ri. Ishi yo'q, motorli qilingan, akkumulyatorlari yaxshi. Mana. Suvli oqizmaydi. Qaynamaydi aka? Umuman, doполнительный Nex 2 qo'yilgan. Narxini 6000 deyaptilar. Savdosi bor ekan. Telefon raqam qoldiraman. Agar ma'qul keladigan bo'lsa, egalariga telefon qilib, savdolashib mashinani sotib olasizlar. Telefon raqamlari 99 185 ha 485 50 03 ga aloqaga chiqasizlar. Egalarining o'zlaridan mana. Mashina mana yaxshi holatda. Telefon qilinglar, aloqaga chiqinglar, mashinani sotib olinglar. Keyingi mashinamiz yana Gazel biznes bo'ladi. 2001-yillarga mashina zo'r holatda. Yangi akkumulyatorlar taqilgan. Buni motori qanaqa ekan buni? Sotka ekonom. Sotka ekonom, moy yemaydi, ha? Moy yemaydi. Nex zadniy yutlar qo'yilgan, tepasida mana koronalari bor, yon chetlari bilan qo'yilgan. Mashina mana yaxshi holatda, evakor poliglar taqilgan. Probegi yo'q, buni ham. Probeg ko'rsatmaydi. Probeg ko'rsatmaydi. Benzin baklari bor. Nechta bu gazi? 4 ta gaz baloni bor. 4 ta. Nechtalik bu? Bilmaysan? 4 ta gaz baloni bor, mana ramalari butun mana. Balon holatlari, moslar ovozi yo'q. Uzunligicha bilmaysizmi? 530 aka. Uzunligi 530 ekan. 530 ekan mana. Bortlarining ichi. Hozirlashni qilmoqchi? Ayyo, endi ishlaydigan mashina aka. Tepasi dakmetalning yoni, tepasi ochilib yopiladi. Ochiladi, shtorkalik, ha? Yo'q. Shtorkalik, dakmetal. Mana bu stopnilar taqilgan, mashina mana yaxshi holatda. Qo'shimcha jihozlar uchun yashiklar taqilgan. Doполнительный radiatorlar qo'yilgan. Hadoylari yaxshi, resorlar dabavit qilingan aka. Mosning ovozi yo'qmi? Yo'q. Moslarning ovozi yo'q deyishyapti mana. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa? Kollektor oldi tegi bor.
kollektor bilan uyushtirilgan joyi bor-ku. Aha, ochiq turam. O'sha yerdan sal qisib olish kerak bo'lishagami, to'ta Ha, bo'ldi bu. Hech narsa emas. So'ramiz. Mana gazel mashinasi. Pulini qancha deyapsiz aka buni? 8 olamiz, kelishaveramiz. 8000 deyaptilar. Savdosi bor. Telefon raqam qoldiraman hozir. Egalariga chiqib, savdolashib mashinani sotib olsalaring bo'ladi. Gazel mashinasi. Telefon raqami necha aka? Telefon raqami 93lik 93lik 715 715 02 32. 02 32 ga aloqaga chiqasizlar. Qayerda mashinasi aka bu? Bu Lenizm mashinasi. Qayerda bu? Mana Zangata. Ha, Zangata mashinasi. Bu Zangata mashinasi mana. Aloqaga chiqinglar, akalar bilan savdolashib mana primoy egalarimiz o'zlaridan mashinani sotib olib tezda mana ishga chiqib ketinglar. Sog' bo'linglar. Yana bitta gazelni mana zo'r holatidan so'raganlar uchun mana gazelni radnoydan mana. Yillar 2020-yil, mashina zo'r holatda, motorlari Next motor taqilgan ekan. Next zadimitlar taqilgan. Mashina mana zo'r holatda, balonlari, salonlari mana o'zining radnoy chiqoqlarida, Next torpedalar, Next rullar qo'yilgan. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa mana gazelni zo'r holatida mana. Poliklar taqilgan. Benzin baklari. Lekin nechtalik bu gaz balon? 50 talik, 4 ta. 50 talik. 4 ta gaz balon taqilgan. Ristolar dabayt qilingan, orqa balonlari yangi balonlar turibdi. Tepasi ochiladi shtorka. Tepasi shtorka. Uzunligi qancha aka buni? 420, eniga zavodskoy 420, eniga qancha? 2 zavodskoy. Eniga mana 2 zavodskoy deyishyapti. Tepalari mana shtorkalik. Tepadan yuk ortmoqchi bo'lsalar, bemalol ochib yuklardan yuklarsa mana orqalari. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, gazelda mana tinnigidan, zo'ridan mana gazel so'raganlar uchun. Egalarning o'zlaridan mana. Probegi qancha aka buni? 172 ming o'zini toza havo probegi. Pulini qancha deyapsiz aka buni? 16 ming. Narxini 16 ming deyishyapti. Telefon qilsalaring savdosi bor, kelishtirib chiroyli qilib berishadi. Telefon raqami ayting akajon. 99lik 811 11 811 11 06 ga telefon qilsalaring egalari bilan yana bafurj gaplashib, ma'lumot olib mashinani sotib olasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Gazelni mana navrot qilinganidan so'raganlar, xohlaganlar uchun mana gazelni navrot qilinganida yillari 2013-yil sotka injektor bo'ladi. Mashina mana zo'r holatda. Pobeda signallar taqilgan. Yaxshi akkumulyatorlari turibdi. Pastlarga mana dugalar taqilgan. Tepasida mana koronalari bor, chetlari bilan qo'yilgan. Mashina zo'r holatda. Probegi qancha aka buni? 115. 115 ming yurgan. Yaxshi sidenega chiqollar, kolonkalar, mikrofonlari bor, video registratorlar, tepasi mana apshivka qilingan chiroyli qilib. Yaxshi linollar taqilgan. Benzin baklari, 4 ta gaz balonlar taqilgan, ramalari butun, balon qoliqlari mana 90% turibdi. Risollar dabayt qilingan. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, mana gazelni zo'ridan mana. Bu tarafda ham mana qo'shimcha jihozlar uchun yachiklar taqilgan. Yon chiroqlar qo'yilgan. Mashinamiz mana o'ta tinni holatda ekan. Gazelni mana navrot qilingandan. Uzunligi qancha aka buni? 520. 520 uzunligi. Uzunligi 520. Yeniga shu 2 bo'lsa kerak. Telefon raqam qoldiraman. Egalari bilan savdolashib to'liq ma'lumot olasizlar. Narxini qancha deyapsiz aka buni? Ha? Narxini qancha deyapsiz? Bo'lari 13 ming. Bo'lari 13 ming, savdosi yo'q, ha? 13 ming oxirgi narx. Oxirgi narxi mana 13 ming ekan. Telefon raqami ayting. 99lik 99lik 870 870 56 85. 56 85 ga aloqaga chiqsalaring akalari bilan yana bafurja gaplashib, savdolashib mashinani sotib olasizlar. Gazel mana biznes mashinasi.
Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Gazelda mana zo'ridan, chiroylisidan so'raganlar uchun mana Gazelda yaxshisidan topib qo'ydik. Yillari 2012-yil. Bu sotka injektormi aka bu ham? Ha, sotka injektor. Motorlari sotka injektor. Boshda mana yaxshi holatda ekan. Balonlar yangi, alyuminiy diskalar qo'yilgan, diskamini balonlar qilib qo'yilgan. Yurgan holat qancha masofasi? 343 mi yurgan mana. Boshda mana zo'r holatda turibdi. Yaxshi chexollar taqilgan, linolomlar taqilgan. Fatonni mana orqasi bortidan qo'yilgan ekan mashinaga. Uzunligi 5, uzunligi 530 ga 220. 530 ga 220 eniga, balandligi 2 metr ekan. Bu nechtalik aka bu? Nechtalik bu? 100 talikmi? 100 talik ikkita qo'ydim. Ikkita 100 talik gaz balon taqilgan. Benzin baklari bor. Mashina lekin zo'r holatda ekan. Balonlari ham mana yangi, razvedkalari ham bor ekan. Mashinaning moslari o'zi yo'q, risorlar dabayt qilingan. Mashina mana zo'r holatda. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, mana egalarning telefon raqamini qoldiraman. Savdolashib mashinani sotib olasizlar. Orqalari mana o'ta chiroyli, o'ta go'zal ekan mashina. Buni menimcha yonlari ham ochilar ekan mana bu tarafi. Amaki bu yoni ham ochiladimi? Ha, bo'ldi. Yoni ochiladi degan. Ha, bo'ldi, aytdim. Bo'ldi, aytdim buni. Yonlari to'liq ochilar ekan mana. Qo'shimcha radiatorlar qo'yilgan mashinaga qizimasligi uchun. Yangi mana gulishtirlar qo'yilgan. Balonlar biskamirni. Narxini qancha deyapsiz buni? 14 ming deyapti. Narxini 14 ming deyaptilar. Savdosi bormi amaki? Bor. 14 ming deyaptilar. Savdosi bor. Telefon qilsalaring, aloqaga chiqsalaring, kelishtirib chiroyli qilib narx qilib berishadi. Telefon raqamini aytib o'ring. 99lik 99lik 925 925 3302. 3302 ga aloqaga chiqasizlar. Amaki bilan savdolashib, mashinani sotib olasizlar. Gazelda mana zo'r holatida. Bitta yaxshilayasida yuradi. Aloqaga chiqinglar, savdolashib mashinani sotib olib, tezda sezon payti ishga chiqib ketinglar. Sog' bo'linglar. Yana bitta Gazel mashinasi. Bugun Sergeliga juda ko'p Gazel mashinalar chiqdi. Mashina mana yaxshi holatda ekan. Sotka injektor motorlarda. Yili necha? 2015-yil. Yurgan masofasi 370 ming yurgan ekan. Mashina mana zo'r holatda, tepasida koronalari bor. Balon holatlari. Mana salonlari, mana bunaqa shtorka pardalari bor ekan. Maytafolar taqilgan, chiroyli rullar qo'yilgan, vidreystalar taqilgan, chexollari bor mana mashinani. Linolomlar taqilgan. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, mana Gazelda zo'r holatidan. Benzin baklari bor. 4 ta gaz balonlari bor, ramalari butun. Risorlar dabayt qilingan. Mana orqasi terma butka ekan. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqasizlar. Mashinani savdolashib, tezda sotib olib, ishga chiqib ketasizlar. Gazelda mana zo'r holatida. Orqaga 4 ta lassa balonlar taqilgan, turetskiy balon, alyuminiy diskalar, qo'shimcha radiatorlar qo'yilgan qaynamasligi uchun. Mana egalarining o'zlarini vitraylar qo'yilgan. Mashinani mana mashina zo'r holatda. Narxini qancha deyapsiz aka buni? Narxini qancha deyapsiz? Savdosi bor a? 15 ming deyaptilar. Telefon qilsalaring, aloqaga chiqsalaring, albatta savdosi bor. Kelishtirib chiroyli qilib narx qilib berishadi. Telefon raqamini aytib o'ring akajon. 97lik 773 37 39 ga aloqaga chiqsalaring, akalarning o'zlaridan mashinani savdolashib sotib olasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Gazelda mana mikroavtobusdan yig'ilganlari bor ekan, mana arzonroq deganlar uchun. Mana Gazelda yig'ilgan variantidan. Mashina polni noldan terilgan ekan, ramadan boshlab. Yillari necha deysiz aka buni? 2007-yil. Mashina mana yaxshi holatda. Chexollar taqilgan, linolomlar qilingan.
Balonlar Biskamer'niki yo Kamirlarmi? Biskamerning balonlari bor. Mana ramalari butun. Gaz baloni nechtalik aka bu? 460 lar gaz balonlar taqilgan. Orqa balon holatlari mana. Mashina mana yaxshi holatda. Uzunligi qancha bo'lgan aka? 5i 520 uzunligi. Uzunligi 520 ekan. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa mana Gazelni ramadan 0 dan yig'ilganlari mana. Qo'shimcha pistollar abad qilingan. Gaz balonlari bor. Xullas mashina radno holatda turibdi. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqasizlar, mashinani savdolashib, egalari bilan bafurcha bir ma'lumot olasizlar. Narxini 10 ming deyaptilar. Akalar, telefon qilsalaring, savdosi bor albatta. Telefon raqam qoldiraman. Telefon raqami necha akajon? 97 lik 116 77 16 06 77 06 ga aloqaga chiqasizlar. Mashinani savdolashib sotib olasizlar. Qayerda mashinasi aka bu? Yangi yo'lda mashinasi. Mashina mana yangi yo'ldagi ekan. Kelasizlar. Geynar yernisini aforum qilib sotib olasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Gazelni Next'dan, salarkaligidan chetga qatnayman deganlar uchun mana Gazelni Next'dan topib qo'ydik. Mashina mana o'ta zo'r holatda ekan. Balon holatlari mana 90%. Bunaqa nikkel diskalar taqilgan. Mana Nex zadniyliklar taqilgan. Bu chetga qatnab yurgan mashina ekan. Tepada koronalari bor. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, mana Gazelda zo'r holatida. Mashinamiz dizelda bo'lar ekan. Linoleumlar taqilgan, chexollar taqilgan, maytafonlar taqilgan, Pioneer original. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, mana Gazelda zo'ridan mana. Apshifkalari ham полный Nex apshifkalar. Tepasi ham shtorkali ochiladi, yonlaridan ham yuklash uchun polni ochiladigan variantlari bor mana. Baklarimiz mana, ramalari butun, balon holatlari mana. Zapasga qo'yish uchun mana sharoitlar bor. Mashina mana zo'r holatda ekan mana. Daken fura yashiklar taqilgan. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa mana Gazelni zo'ridan mana. Orqa darvozalari mana. Nomeri ham vobshe zo'r ekan. 10 01 01 ekan. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa Gazelni mana zo'ridan. Orqalari mana konteyner pollar. Mana bunaqa remellar taqayotgan joylari ham bor ekan. Albatta bu Gazellarni tushunganlar tushunadi. Tushunmaganlar ishsizini zo'rini beradi deb negativchilik qilaveradi. Bu tarafda ham mana zapasga qo'yilgan sharoitlar bor. Daken fura yashiklar taqilgan bunga. Mashina mana zo'r holatda. Buni bilganlar biladi, avtonomkalar ham mana bo'lmi qo'yilgan ekan mana. Gilamlari bor, mashina mana zo'r holatda. Bunga bitta spalka yetishmayapti xolos. Narxini qancha deyapsiz aka buni? 20 ming deyaptilar. Savdosi bor, telefon qilsalaring, aloqaga chiqsalaring mashinani chiroyli narx qilib berishadi. Qayerning mashinasi aka bu? Bektemirniki. Buni sheriklari juda ko'p aka. Ha? 6 ta 7 ta bo'lib chiqamiz hozir. Hammasini bir yo'lda ko'raman, shu Olmaliqqa, Oxongaronga rosa qatnaydiganlar bordi. Bor. Aka buni nomerni ayting. 90lik. 90lik 806 806 68 68 06. 68 06 ga aloqaga chiqinglar. Bo'ldi, akalarga telefon qilib savdolashib, mashinani tezda sotib olib, sezon payti mana tirikchilikka chiqib ketinglar. Gazelni mana zo'r holatida. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yana bitta Gazel Nex mashinasi. Mashinamiz zo'r holatda, mana qalbi oq-pok insonlar uchun mana oppog'ida yana topib qo'ydik. Gazelda mana radnoy holati. Yillari 21-yil. Mashina mana balon holatlari, mashina o'ta zo'r holatda ekan. Salon holatlari mana, apshifkalari top-toza turibdi. Yaxshi chexollar taqilgan, linoleumlar taqilgan.
Mashina mana zo'r holatda ekan. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa mana Gazelle Next mashinasi. Probegi qanchada aka buni? 162 ming yurgan. Baklari bor. 60 tali 4 ta gaz ballonlar taqilgan. Radnoy mana kirlovlari turibdi. Ballon holatlari mana zo'r, lassa ballonlar taqilgan. Ramalari butun. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa Gazelle'da mana zo'ridan mana. Mashina mana zo'r holatda. Gazelle mashinasi. Tezda sotib olib, tirikchilikka chiqib ketsalar ham bo'ladi. Zadniy yutlar ham mana dovoyni mana slipoid taglari ham bor ekan. Pulini qancha deyapsiz aka buni? 19600 so'ray qoladi. 19600 deyaptilar. Savdosi bor aka. Xudo xolasa. Aloqaga chiqsalaring savdosi bor, chiroyli narx qilib berishadi aka. Biz nomimizdan chiqishsa kelishtiramiz. Bo'ldi aka, xudo xohlasa bizning nomimizdan chiqsalaring chiroyli qilib narx qilib berishadi. Telefon raqami aytib o'ring akajon. 99lik 929 929 5330 ga aloqaga chiqasizlar. Bo'ldi, aloqaga chiqasizlar aka, savdolashib mashinani sotib olasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi mashinamiz mana Gazelle biznes mashinasi bo'ladi. Sotka injektor bu motori. Sotka injektor motorlarda mashina zo'r holatda mana. Tepasida koronalari bor, chetlari bilan qo'yilgan, vitravilar bor. Next zadniy yutlar taqilgan. Mashinaning mana ballon holatlari. Yurgan masofasi 108 ming bo'ladi. Mashina mana radnoy holatda, chexollari ham, rullari mana matofonlar bilan taqilgan. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa Gazelle mana zo'r holatida. Benzin baklari bor. Bu gaz balloni nechtalik? 60 talik? 50 talik, 4 talik gaz ballonlar taqilgan. Moslani ovozi yo'q. Mashina mana zo'r holatda. Uzunligi 5.30 ga, eniga 2.15 bo'ladi. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa mana Gazelle'da zo'r holatida. Pollari konteyner pol. Aloqaga chiqsalaring, mashinani kelishtirib chiroyli qilib narx qilib berishadi. Bulishtirlar ham yangi taqilgan. Mashina mana zo'r holatda, ideal holatda. Motorlari top toza, bir nuqsoni yo'q mashinada. Egalarining o'zlaridan. Narxini qancha deyapsiz aka buni? 19,5 ming deyishyapti. Telefon raqam qoldiraman. Aloqaga chiqsalaring chiroyli qilib narx qilib berishadi. Telefon raqami nechi aka? 93lik 584 33 ga aloqaga chiqinglar. Akalarga telefon qilib savdolashib, sezon payti mashinani tezda sotib olib, tirikchilikka chiqib ketinglar mana. Gazelle'da mana biznes zo'r holatida. Bugun bozorga faqat Gazelle mashinalari chiqibdi sotuvga. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizni kuzatib turganlar uchun katta rahmat. Bir hazilkash akalarimizdan mana Gazelle mashinasi, mashina zo'r holatda ekan. Sotka injektor motor bo'ladi. Motorlar hali ochilmagan, 1 gram moy yemaydi. Mashinada mana zo'r ballonlar taqilgan, yangi ballonlar, alyuminiy diskalar turibdi. 105 ming yurgan, halol o'zini probegi deyishdi. Radnoy chexollarda turibdi. Mashina mana o'ta zo'r holatda. Benzin baklari bor, ramalari butun, 460 talik gaz balloni taqilgan. Orqa ballonlari risola dabayot qilingan. Aka bu uzunligi qancha buni? 420. Uzunligi zavodskiy mana 420 deyishdi. Mashina mana zo'r holatda ekan. Tentlari mana, orqa bagajlari mana, ichlari. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa telefon raqamini chiqarib qoldiraman, aloqaga chiqib mashinani sotib olasizlar. Aka mana orqasidagi nima bu? Shep, qanisidir? Qani bular? Orqasidagi nima? Mana furalarga o'xshab tegashda bo'ladi-yu, tagida u nima u? Ana orqasida ko'k qo'yilgan-ku. Bu birorta anaqa yordam beradimi? Ha, bo'ldi mana. Bu gazellarda yo'q-da ko'pida. Hammasida bormi shunaqa? Ha, bu kraskalangan ekan. Ha, bo'ldi. Ana ramalari ham. Rossiya chegarasida Tepasida mana koronalari bor, chetlari bilan qo'yilgan.
Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, Gazelda mana zo'r holatida. Puli qancha aka puli? 15,5 ming. Savdosi bor. 15,5 ming deyishyapti. Savdosi bor. Telefon raqam qoldiraman. Aloqaga chiqinglar. Savdolashib mashinani tezda sotib olinglar. Telefon raqamini aytib o'ring akajon. 99lik 99lik 899 899 3338 ga aloqaga chiqsalaring, akalar bilan savdolashib mashinani sotib olasizlar. Gazelda mana zo'r holatda. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yana bitta Gazelda ko'k rangidan topib qo'ydik. Gazelda mana zo'r holatidan, yillari 2012-yil mashina mana zo'r holatda ekan. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, Gazelda mana biznesida sotka injektor motorlar turibdi. Salon holatlari, chexollar taqilgan, linoleumlar taqilgan. Mashina mana ideal holatda mana. Maytafonlari bor, rullari bor mana. Probegi mana 395 ming o'zini radnoy probegi turibdi. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, telefon raqam qoldiraman. Tepasida mana koronalar bor. Egalar bilan yana savdolashib, bafurja gaplashib olasizlar. 460 dalik gaz balon bor, benzin baklari bor. Uzunligi 5 necha ham bu ham radnoy o'ziniki turibdi. Mashina mana ideal holatda. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, Gazel mashinasi. Balonlar 70-80%. Qo'shimcha radiatorlar taqilgan. Gazel mana biznes mashinasi. Motor, ходовой, reduktorda umuman ovozlari yo'q deyishdi. Mashina zo'r ekan. Puli qanchaga? 10 ming kami bor. 10 ming kami bor. 10 ming deyishyapti. Savdosi bor. Telefon qilsalaring bo'ldi, aloqaga chiqib mashinani sotib olsalaring bo'ladi. Telefon raqamlari 99lik 152 9700 ga aloqaga chiqasizlar. Mashinani mana savdolashib sotib olasizlar. Narxini 10 ming deyishdi. Albatta kami bor. Telefon qilinglar, savdosi bor. Albatta bizning kanaldan chiqinglar, savdolashib mashinani tezda sezon paytlari ishga chiqib, biznesda soqqani soqqoringlar. Bizni kuzatib turadigan obunachilarimizga kattadan katta rahmat. Like, podpiska tugmasini bosib qo'yinglar. Biz sizlarga yanada bundanda ko'p videolar qo'yishga harakat qilamiz. Xudo xolasa, yanagi haftadan viloyat yurishni boshlaymiz. Har yakshanba mashina bozorlariga borib, sizlar so'ragan mashinalarni qo'yishga harakat qilamiz. Gazel biznes mashinasi mana. Yana bitta mana Gazel zo'ridan qo'yamiz hozir mana. Mana Gazel mana zo'r holatida. Hozir bitta ma'lumot beramiz. Akamiz chiroyli qilib chiqib bersam. To'xtang. Mana. To'g'ri, Gazelni tushungan tushunadi, Isuzu'ni tushungan tushunadi, negativchilarga bu. Gazel mashinasi mana bu absolut zo'r mashina bo'ladi mana. Hozir mana shu mashina to'g'risida bitta chiroyli qilib bitta ma'lumotni beramiz. Orqa darvozalari mana bu absolut ideal qilingan ekan mana. Gazel biznesda mana o'ta tuning qilinganidan, navrot qilinganidan yillari 2019-yil motor polni noldan kapремонт qilingan. Yurgan masofasi 400 qancha dedingiz? 448 ming yurgan. Tepasiga mana koronalar qo'yilgan chetlari bilan. Mashina mana zo'r holatda, linoleumlari bor, chexollar taqilgan. Mashina mana ideal holatda. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, Gazelda mana zo'r holatida. Next, zadniy yuklar taqilgan. Anaqa spoilerlar qo'yilgan. Gaz ballonlar nechta aka bunda? 460 ta gaz ballonlar qo'yilgan. Uzunligi qancha aka buni? 520. Uzunligi mana 520. Eniga? 210. Eniga mana 210. Orqa darvozalari mana tepasi shtorkali ekan, ochilar ekan. Qimmat, ajoyib stopniklar taqilgan. Mana shu stopniklardan o'z palon pul tursa kerak aka buni. Mashina zo'r holat. Ana YouTube'da Yafka degan bola borki, Yafkami, Yashkami kim? O'shani mashina aqlasalarga qiziqadi. Mashina mana zo'r holatda mana. Qo'shimcha radiatorlar taqilgan, yon chiroqlar qo'yilgan.
Polilar ham mana taqilgan mashinaga. Ballonlari Next mana kaltaklaridan qo'yilgan ekan. Gazel Max mashinasi. Mashinaning umuman qaylanib deyapti. Liboy podyomga, Liboy perovaga chiqib ketaveradi. Pulini qancha deyapsiz aka? 16 ming so'rayapmiz. Sizni kanalingizdan kelishsa 15 mingga beramiz. 16 ming deyaptilar. Savdosi bor albatta. Telefon qilinglar bizning kanaldan chiqib. Kelishtirib chiroyli qilib narx qilib berishadi. Telefon raqamini aytavering. 99lik 842 75 16 ga aloqaga chiqinglar. Akalar bilan savdolashib, mashinani sotib olinglar. Mashina dizelda ishlab turibdimi aka? Ha? Metal. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sotga injektor ko'rsataverganimizdan yana bitta boshqachasidan chiqdi. Mana plita motor deganidan Gazel biznes mashinasi. Mashina mana zo'r holatda ekan. Yillari 2009-yil. Mashina mana ideal holatda. Motorlari, hadovoylari zo'r deyishdi egalari. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa aloqaga chiqasizlar, telefon raqam qoldiraman. Tepasida mana koronalari bor, chetlari bilan qo'yilgan. Mashinada mana gilamlari bor, chexollar taqilgan. Mashina o'ta zo'r holatda ekan. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, Gazel mashinasi. Benzin baklar taqilgan, gaz ballonlar 4 ta qo'yilgan, ramalari butun ekan. Uzunligi qancha ekan buni? 5-10 uzunligi. Qo'shimcha jihozlar uchun yashiklar taqilgan. Ballon holatlari mana 70-80% alyuminiy diskalarda turibdi. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, Gazel mashinasi mana. Ichki holatlari mana. Tezda telefon qilib mashinani tezda sotib olinglar. Sezon payti soqqani soqqiga uringlarki. Mashina mana zo'r holatda, ramalari butun, qo'shimcha mana radiatorlar qo'yilgan. Salon holatlari mana. Pulini qancha deyapsiz aka buni? 9 ming deyaptilar. Savdosi bor aka. Telefon qilsalaring, savdolashib, savdosi bor, kelishtirib narx qilib berishadi. Telefon raqamini ayting aka. 99lik 642 8000 ga aloqaga chiqinglar. 8000 ha? Ha, 00. 00 da 8000 ga aloqaga chiqasizlar. Akalar bilan savdolashib, mashinani tezda sotib olasizlar. Gazel biznes mashinasi. Sog' bo'linglar. Salomat bo'linglar.